Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Iqtisodiyot axborot kommunikatsion texnologiyalar tizimlar fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizning mavzusi demak axborot jarayonlari apparat va dasturiy ta'minot hisoblanadi. Bu mavzuni yoritishda demak 4 ta rejani belgilab oldik. Ma'ruzani mana shu 4 ta reja bo'yicha demak davom ettiramiz. Kompyuter tizimining asosiy demak komponentlarini tashkil etadi. Mana shu demak axborot ta'minoti va dasturiy ta'minot. Demak axborot ta'minoti kompyuterning fizik qismlari bo'lib, demak uni biz ko'rishimiz va uni his qilish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni protsessor, xotira qurilmalari, monitor va klaviatura kabi qurilmalarni demak o'z ichiga oladi. Va endi keyingisi dasturiy ta'minot bu kompyuter tizimini demak boshqarishni, uni demak ma'lumotlarni o'qish, qayta ishlash imkoniyati beruvchi demak dasturiy to'plamlar hisoblanadi. Endi apparat ta'minotini kiritish qurilmalari, chiqarish qurilmalari, qayta ishlash qurilmalari va saqlash qurilmalariga demak ajratishimiz mumkin. Bu demak kiritish qurilmalariga biz foydalanadigan demak klaviatura, sichqoncha yoki skaner, mikrofon va web kameralar bo'lishi mumkin. Chiqarish qurilmalari demak o'sha tegishli axborotni qog'ozga yoki turli ko'rinishga chiqarish imkoniyatini beruvchi demak bular proyektorlar bo'lishi mumkin, monitor, printerlar bo'lishi mumkin. Endi qayta ishlash qurilmalari bu ma'lumotlarni qayta ishlash va hisoblash operatsiyalarini bajaruvchi qurilmalar hisoblanadi. Demak bunga eng asosiysi demak markaziy protsessor hisoblanadi. Va endi bu ma'lumotlarimiz yuqorida aytib o'tganimdek demak o'zimiz qayerda demak saqlanish kerak. Demak buni demak saqlash qurilmalari bo'ladi. Demak saqlash qurilmalariga demak qattiq disklar, flash xotiralar va tashqi xotiralar demak kirishi mumkin. Endi markaziy protsessor bu demak kompyuter tizimining umuman kompyuterning demak asosiy hisoblanadi. Bu demak protsessor nima asosiy vazifalarni demak bajaradi. Bu demak dasturning buyruqlarini o'qish va bajarish, arifmetik mantiq operatsiyalarni demak amalga oshirish kerak. Ma'lumotlarni xotiradan demak o'qish yoki xotiraga yozish kerak. Demak kiritish, chiqarish qurilmalarini boshqaradi. Demak umuman olganda demak bu markaziy protsessor mana shu kompyuterning yuragi hisoblanadi. Demak zamonaviy protsessorlar bir nechta demak yadroga ega bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta vazifalarni bajarish imkoniyati bo'ladi. Demak protsessor tezligi gigahertzlarda demak o'lchanadi. Endi bizda kompyuterimizda demak xotira turlarini yuqorida ham aytib o'tdik. Demak xotira turlari tezkor xotira, qattiq disk va qattiq holatli disklarga bo'linishi mumkin. Bu demak tezkor xotira mana shu biz kompyuterga qandaydir buyruqlarni, amallarni demak buyurganimizda ana shuni bajarish uchun asosiy xotiradan vaqtinchalik demak buyruqlarni saqlab turish imkoniyatiga ega bo'luvchi xotira hisoblanadi. Demak bu kompyuterda foydalanib bo'lib demak kompyuterda o'chirganimizda bu demak ma'lumotlar hammasi o'chib ketadi. Demak asosiy bizga kompyuterdagi saqlanadigan ma'lumotlarimiz mana shu demak qattiq diskda saqlanadi. Bu doimiy xotira deyiladi. Bu demak katta o'lchamdagi ma'lumotlarni saqlash uchun asoslangan. Endi qattiq holatli disk ham bor. Demak bu degani bu haligi qattiq diskga nisbatan demak tezroq ishlaydigan xotira. Bu demak bu xotirani bugungi kunda demak o'sha turli kompyuterdan turli maqsadlarda foydalanayotganda foydalanuvchi o'ziga holatda demak shaklda buni o'zgartirib olish imkoniyati bo'ladi. Endi biz kompyuter bilan muloqot qilishimiz uchun operatsion tizimlar mavjud bo'ladi. Mana shu operatsion tizimlar biz kompyuter bilan demak muloqotimizni tashkil etib beradi. Bugungi kunda demak juda ko'p operatsion tizimlar mavjud. Bulardan eng demak keng tarqalgani Windows. Bu Windows operatsion tizimidan demak biz juda ko'p foydalanamiz. Butun hozir kompyuterdan foydalanuvchilar qariyb 80% mana shu Windows operatsion tizimlaridan demak foydalanadi. Undan tashqari macOS demak operatsion tizim bor. Apple kompaniyasi bu Apple kompyuterlarini demak mo'ljallangan demak operatsion tizim hisoblanadi va Linux operatsion tizimi bor. Bu Linux operatsion tizim ochiq kodli demak operatsion tizim hisoblanadi. Turli demak tashkilotlar o'zini demak kompyuter bilan ishlayotganda mana shu Linux operatsion tizimlaridan foydalanadi.
Chunki bu ochiq kodli bo'lganligi uchun faqatgina o'sha yaratuvchi tomonidan demak bu ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatlariga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'proq asosiy professional demak dasturchilar mana shu Linux operatsion tizimlaridan demak ko'proq foydalanadi. Endi operatsion tizimlarning asosiy demak vazifalari bor. Bu demak prosessorlarni boshqarish, xotirani boshqarish, fayl tizimlarini demak boshqarish va qurilmalarni boshqarish hisoblanadi. Endi biz kompyuterlardan foydalanayotganimizda demak amaliy dasturiy ta'minotdan foydalanamiz. Bu demak amaliy dasturiy ta'minot foydalanuvchiga ma'lum bir masalalarni hal qilishda demak foydalanadigan dasturlar hisoblanadi. Demak bunga eng ko'p tarqalgan mana Office dasturlari. Biz mana shu Office dasturlaridan demak foydalanadi va grafik dasturlar bo'lishi mumkin, internet dasturlari bo'lishi mumkin. Endi albatta kompyuterlarning mohiyati dasturlash tillaridan foydalanadi. Dasturlash tillari demak kompyuterda turli masalalarni yechish uchun demak qo'llaniladigan sun'iy til hisoblanadi. Dasturlash tillariga demak Python, Java, JavaScript yoki bo'lmasa C, assembler tilidagi tizimda demak dasturlar bo'lishi mumkin. Endi ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari demak ma'lumotlarni foydalanish uchun ma'lumotlar bazasi boshqarish tizimlaridan demak foydalanamiz. Bugungi kunda demak ana shu ma'lumotlarni boshqarish uchun ma'lumotlar boshqarish tizimlaridan demak foydalanadi. Unga demak relatsion yoki norelatsion bo'lgan demak bo'lishi mumkin. Bu relatsionga demak ma'lumotlar jadval ko'rinishida saqlaydigan va SQL tilidan foydalanadigan demak ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi. Agar ma'lumotlar relatsion bo'lmaydigan bo'lsa, buni ham demak bo'lishi mumkin, foydalanish mumkin. Unda turli o'sha modellarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatini demak beradi. Endi tarmoq texnologiyalari, mana bugungi kunda demak turli tarmoq texnologiyalaridan foydalanamiz. Bu lokal tarmoq, keng tarmoq, internet va bulutli hisoblashni ko'rish mumkin. Bu demak mana bu yuqoridagi uchtasidan juda ancha vaqtdan beri demak foydalanib kelinadi va mana bu bulutli hisoblash bugungi kunda juda demak ko'p tarqalgan tarmoq texnologiyalari hisoblanadi. Demak bu internet orqali hisoblash resurslar xizmatlaridan taqdim etish model hisoblanadi. Bunga juda ko'p demak uning o'zini modellari bor. Bularni demak keyingi darslarimizda albatta bularga alohida demak to'xtalib o'tamiz. Endi har qanday demak kompyuterdan foydalangan umuman axborot tizimlari, umuman axborotdan foydalanganda demak bu xavfsizlik masalasi bo'ladi. Bu demak eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Chunki o'sha har qanday axborot yuqorida birinchi mavzuda aytganimizdek, demak iqtisodiy masalalarni yechish uchun hal qilinadi va demak u yerda o'zini xavfsizligi ta'minlanishi kerak. Demak axborot xavfsizligi prinsiplariga maxfiylik, yaxlitlik, mavjudlik kiradi. Demak maxfiylik ma'lumotlar faqat ruxsat etilgan shaxslar tomonidan ko'rilishi, foydalanishini demak ta'minlash uchun demak foydalanadi va yaxlitlik ma'lumotlarning to'g'riligi va ishonchliligini ta'minlaydi va u ruxsat etilganda demak o'zgarishga kiritish imkoniyatlarini beradigan himoya vositalariga ega bo'ladi. Va mavjudlik prinsipi demak bu ma'lumotlar va xizmatlar kerak bo'lganda foydalanuvchilarga demak taqdim etilishi kerak bo'ladi. Endi xavfsizlik vositalariga biz demak antivirus dasturlarini, firewalllarni, ya'ni tarmoqli ekran, shifrlash, autentifikatsiya va avtorizatsiya, zaxiralash nusxalari va xavfsizlik auditi degan demak tushunchalardan, vositalardan foydalanamiz. Endi bugungi kunda juda ko'p hozirgi kunda eng keng tarqalgan demak bu texnologiya sun'iy intellekt va mashinalarni o'rganish hisoblanadi. Demak bu sun'iy intellekt bu kompyuter tizimlarining inson intellektiga taqlid qilgan holatda murakkab vazifalarni demak bajarish imkoniyatini beradi. Demak bu o'sha ma'lumotlar bazasiga kirib o'sha inson miyasiga taqlid qilgan holatda demak bu bizga kerakli ma'lumotlarni demak beradi. Bu bugungi kunda turli sohalarda demak keng qo'llanadi. Ikkinchi demak mashinalarni o'rganish bu kompyuterlarga aniq dasturlashtirilmasdan turib o'rganish imkoniyatini beruvchi sun'iy intellektning bir qismi hisoblanadi. Endi sun'iy intellekt masalasiga demak bugungi kunda mutaxassislar ehtiyotkorlik bilan demak bunga yondashyapti.
Bunda demak turli neyron tarmoqlar, robototexnika texnika tabiiy tilni qayta ishlash imkoniyatlarini beradi. Demak, inson miyasini demak tuzilishidan ilhomlangan holda demak turli modellar bugungi kunda demak yaratilyapti va qaysi bir masalalarni yechish demak yengillik ko'rsatyapti. Axborot texnologiyalarining kelajagi bu demak mana kvant hisoblash, blockchain, internet va buyumlar internet of things va virtual va kengaytirilgan reallikni ta'min etishi mumkin. Axborot texnologiyalari kelajakda demak eng asosiy texnologiyalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda bu demak axborot texnologiyalariga umuman sarflanayotgan demak mablag'lar oshib boryapti. Demak axborot jarayonlari, axborot dasturiy ta'minotini demak ajralmas qismi bo'lib, bizning kelajakda hayotimizda biznes va umuman ilmiy tadqiqotlarda demak foydalanish mumkin. Turli qilingan tadqiqotlarga qaraganimizda demak 5.6 milliardga demak yetgan deyapti kompyuter foydalanuvchilari. Va ma'lumotlarning hajmi 2005-yilga kelib 275 zettabayt bilan tashkil etdi va bunga sarflanayotgan mablag'lar demak 5.2 trillionga yetishi mumkin. Demak, bu kompyuterning demak apparat va dasturiy ta'minoti mana shu biz kundalik hayotimizda turli sohalarda demak foydalanish uchun eng muhim demak bo'lim hisoblanadi. Bugungi ma'ruza darsimiz uchun demak nazorat savollari, bu nazorat savollariga demak javoblarni yozib, o'zlarining demak modul platformasi orqali demak bizga yetkazasizlar. Biz bu sizlarning savollaringizga qarab bu ma'ruzani demak o'zlashtirganlaringizni ko'rib olamiz. Va sizlarga demak o'tgan darsda ham taqdim etganmiz. Mana bu asosiy adabiyotlar. Adabiyotlarni demak oldingi darsda ham darsimizda ham aytdik. Unilibrary demak axborot kutubxonadan olishlaring mumkin yoki institutda axborot resurs markaziga kelib bu kitoblarni olishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.